Shu desanglar ovsinjonlar, hovlingizda pishib turgan xurmo bo'lsa, sotib olishga shoshilmang. Xurmoni eng to'g'ri saqlash usulini sizlarga o'rgataman. Aniq bilaman, keyin menga rahmat etasiz. Kuz quyoshida sarg'aygan xurmolarni bog'imizdan terib kelib oldim. Hammasini yaxshilab yuvib, artib, bittalab archib chiqdim ovsinjonlar. Xurmoni terib turganda shunaqa shoqi bilan sindirib olinglar. Keyin boylashga oson bo'ladi. Iloji boricha qattiqroq xurmoni terib olasizlar, yumshoqlari bo'lmaydi. Shokolad xurmoni chala pishgan holatida terib, archib, itga boylab, tokka osib qo'ysangiz, kuzning quyoshida chiroyli bo'lib quriydi. 100% vitaminlari o'zida qoladi. Bolajonlaringiz uchun juda ham foydali ovsinjonlar. Xurmo mevasi ozishda juda ham katta yordamchi bo'lishini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, bugunoq xurmo mevasini ovqatlanish ratsioningizga qo'shing. Kunda 2 tadan yesangiz ham bo'ladi. Xurmo mevasi qabziyatda, qon bosim oshishida, qon quyuqlashishida, bolajonlarimizda vitamin yetishmovchiligida juda ham katta yordam beradi. Quyoshdan eng ko'p bahra olib meva beradigan daraxt bu xurmo daraxti hisoblanar ekan. Xurmojonlarni yaxshilab ipga boylab, quyoshga ilib qo'ydim ovsinjonlarim. Endi xurmo qimmatlashishi aniq. 20 kun bir oylarda shunaqa bo'lib tayyor bo'ladi. Ichi yumshoqqina bo'ladi. Yuvib bemalol yesanglar bo'ladi ovsinjonlarim. Farg'onada xurmoning kilosi 4000 dan 8000 gacha. Sizlarda nechta pul kommentariyaga yozib ketinglar. Rahmatiga ovsinjonlar, chap tarafdagi podpiska tugmasini bosib, yurechani qizartirib olsangiz ham bo'laveradi.